Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yulduzli hayot. Vohidjon Isoqov vafot etdi. Internet tarmoqlarida shunday shov-shuvli xabarlar tarqalmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Vohidjon Isoqov avtohalokatga uchragan. San'atkorning o'z Instagram tarmoqlarida ham ko'rinish bermayotgani ko'plab muxlislar tomonidan halokat yuz berganiga ishonishiga majbur qilmoqda. Vohidjon Isoqov 1988-yil 10-iyulda Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. Mashhurlikka erishiboq ko'plab tanqidlarga uchragan Vohidjon Isoqov boshqa mamlakat qo'shiqchilarini xit taronalarini o'zbekcha usulda aytib tanilgani ko'plab mashhurlarning muhokamalariga sabab bo'lgan edi. Sevinch Mo'minova bilan kuylangan Duk Duk xit taronasidan so'ng Vohidjon Isoqov va Sevinch Mo'minovaning turmush qurishi haqidagi mish-mishlar ham ko'plab internet tarmoqlarida aylanib yurgan. O'ylaymizki, xonanda Vohidjon Isoqovning hozirgi ahvoli yaxshi. Kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizning kanalda.